hozirgi kunning shubhasiz eng katta muammolaridan biri bu cho'chqa grippi. Chunki cho'chqa orqadan gapirish yaxshi emas lekin. Ha, o'zimiz cho'chqalar haq bo'ladi deyman. Mayli, boshqa mavzuga o'ta qolamiz. Jiddiyroq yana bir mavzu bu speed. Ma'lum bo'lishicha speed maymunlarda tarqagan ekan. Chunki maymun Voy, to'g'ri, odam o'zicha bor, mard ishi bor, odam o'zini ustidan kulish. Gap bo'lish emas lekin, to'g'ri. Demak, azizlar, quvnoqlar va zukkolar tanlovining muxlislarining eng sevimli nomerlaridan biri bu shubhasiz kliplar kolleksiyasi. Siz kutib o'tirgan nomer hozir bir necha soniyadan so'ng e'tiboringizga taqdim etiladi. Diqqat bilan kuzating. Bu haqiqatda ajoyib nomer. Senin ko'ngling topguncha egamni quli bo'lay. Bitta ko'rishaylik, seni men kutgan meni yorim. Mayli 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 bitta uchrashaylik, seni men degan meni borim. Mana sizga to'yu tomosha, karmay surnay qo'shno'g'ora. Mana kelinchak kuyov bola, o'zbek elida yangi oila. Oq ko'ylak qorashimda, uchrashuv bor peshinda. Bir dasta gul qo'limda, ola xurjim bo'ynimda. Bebahor go'zalim sen ekan, dunyoda sen kabi bahorim yo'q ekan. Dunyoda bilasan seni sevaman, aftuning bo'laman har doim o'zim. Bizni birovlardan ne kamimiz bor, ey jufti halolim, ne g'amimiz bor. Meni sen baribir meni, yolg'iz faqat meni sevasan meni.
dardini o'zlarida ko'rinmay qani do'ppi belbog'i bo'lsam tongni shamol kulsa janon uyquda silasam gul sochlarini sezsa shul on uyquda olisdagi mahmadona ey eski olchoq o'zingga bor keyin mayli og'arangni qor menga qanday yashamoq